oilada 4 ta kasal. 2 ta jigar sirroz, otaxon tuberkuloz kasali bo'lgan, onaxon bir marta insult boshida o'tkazgan. Sharoit o'ta og'ir. Hozirda biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Karimbobo qishlog'idamiz. Ahvol jiddiy. Yotqizib lechena qilmasak bo'lmaydi. Pullarim og'riyapti deydi. Orada bir marta insult o'tkazibdi onam bechora. Yiqilib tushdingizmi? O 10 yilga singanmi? Bash tomon singan, a? Yerga fog'man. Bilmasam. Bo'ldi, buni ko'rsatamiz, xo'p? Yig'lamang. Farzandlaringiz ikkitasi ham jigar sirroz bo'lib qolibdi-da. Lekin Ulug'bek aka xolamizning katta o'g'illari jigar sirroz rosa pishib yetilib kelgan. Srochni jo'natmasak bo'lmaydi. O'zlari gapira olmaydi, eshitmaydi. O'zi gruppada turar ekanlar. Sharoit og'irlik gruppasida. Qarang ahvolda jigar sirroz. Srochni qilmasak, men o'g'illari turibdi. Xudo xolasa jigarlarini beradi. Bu yoqda mana. Bu yoq ham jigar sirroz birinchi etapi boshlangan. Bu yoqda ham zudlik bilan qildirmasak bo'lmaydi. Aka-uka ikkalasi ham. Dadalari bularni. Mana ahvolni ko'ryapsiz. Bu yoq ham ancha bemor. Hozir zudlik bilan bansiga yotqizmasak bo'lmaydi. Onaxonni ham, otani ham yotqizmasak bo'lmaydi. Bu yoqda o'g'illar hammasi ontalib qolgan holatda. Men siz kabi bir oddiy Allohning quliman. Doim kelib sababini qilaman. Ko'ryapsiz. Men 1,5 yildan beri shu faoliyatni yurgizayotgan bo'lsa, umrimda birinchi bor bir xonadonda bunaqa ko'p bemor. Hammasi bemor. Bitta kichkinagina o'g'il hech bola qilib bera olmaydi. Hozir jami hammasiga 900 millionga yaqin pul ketar ekan. Hozirlar qancha yig'dinglar o'zinglar? 10 ming dollar. Qanchadan beri yig'yapsizlar shuni? Bir oy atrofida. Mahallalardan Alloh rozi bo'lsin, qo'lda korobkalarda yig'ishib, u qilishib, bu qilishib, mahalla komiteti ham ashitda hozir mahalla raisi ham Alloh rozi bo'lsin, qo'ni qo'shnilar chiqishib 1,5 oydan beri mana 10 ming dollar pul yig'ibdi. Biz yana hozir kamida 50 ming dollar pul yig'ishimiz kerak. Ko'p yerlarda o'sha miskinlik, muhtojlik, bolalarimizga bemorlikka bor, shunaqa bemor bor, mahalladan bir so'rab qo'yaylik desak, yo'q, qarayapmiz, yaxshi, u bu deb shuni videoga olib chiqqizib kelmaydi-da. Mana Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa mahalla raislaridan o'zlari kelib, mana shu yerda biz bir soatdan beri kutib o'tiribdi ekan. Biz mahallamizda mana shunaqa shu bo'lgan, keling, imkon qadar yordam qiling deb mana shu yerda turibdi, shu mahallaga jon kuydirib. Bir oiladek bo'lib. Shunaqa mahalla raislaridan, shunaqa oqsoqollaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana kartalarimiz qo'yamiz. Kartalarimiz doim aytayapman. Baraka topinglar. Kartalarimizda 100 talik limit bor, bank tomonidan qo'yilgan, uni biz ola olmaymiz. O'shancha kartalarimizni hammasiga harakat qilib ko'ring. Pul tushira olmayapsizmi? Kechasi 12dan keyin harakat qiling. Kechasi 12dan keyin ham tushira olmadingiz, demak to'lib qolgan bo'ladi. Kechasi 12 kuni kutib pul tashlayotganlar bor, Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda adminning nomerini qo'yib qo'yapman. Adminni bema'ni ishlar bilan, o'zingizni muhtojligingiz bilan, boqamandalikni ruju qilib pul so'rab bezovta qilmanglar bugun. Bu bolani o'g'illarim telefon nomeri bilan shu xonadon nakasini tashlab beradi. Kelinglar, Andijon, Namangan, Farg'ona xalqim, Vodiy xalqim, ehsonga boy xalqim, saxovatli boylar imkon qadar mana shu oilaga kelib bir insonni hojatini chiqaraman deb yo'lga chiqsa deydi. O'sha pul beraman, shularga yordam qilaman, shular duosini olaman deb pul ehson beraman deb yo'lga chiqsa, Alloh taolo uni dunyo va oxirat hojatidan behojat qiladi deydi. Keling, bugun bir kun vaqtingizni ajratib shu oilaga 500 dollarmi, 1000 dollarmi imkon qadar, hozir biz 50 ming dollarga yaqin pul yig'ishimiz kerak. 4 ta bemor. Imkon qadar ehsoningizni qilib keting. Iltimos sizlardan. yordam berishlaringizni so'rayman. Iltimos yordam beringlar. Shu 4 ta bemorimiz bor kasalga uchrab qoldi. Bolalarim yetim qolmasdan yordam beringlar. Bolalar nechta? 2 ta bolam bor. 2 ta bolangiz bor. Akangizga ham nechta bolasi bor? Ana katta jigar sirrozku. 2 ta farzandi bor. Bu kichkina hozirgi jigar sirroz endi boshlangan birinchi etapidagi akamiz ayollari. Nari akamiz ayollari qayerda? U uyda, u gapirolmaydi. Gapirolmaydi, saqovkar, saqova. Donor kim bo'lar ekan endi? Xo'jayinga o'zim bo'laman. Sizmi xo'jayin? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sharoit ko'ryapsizmi? Haqiqiy xalqlar, azizlar. Iltimos, so'rmicha sog' bo'la turib, adminga telefon qilib, xotinimni o'qishiga pul to'lab bering, tomonni yoqib beringlar deb to'rmicha sog' bo'lib pul so'ramanglar. Bizning maqsadimiz O'zbekiston vatanimizga biz ham shu vatanda o'g'li bo'lib hissamizni qo'shish, boqamandalikka tayyorlash emas.
shu qiynalganlarni, miskinlarga ko'mak berish. Iltimos, sal uyalinglar pul so'rashga. Qani aziz vatandoshlar, biz sizlar bilan bu haftalik ehsonimizni, 24 soatlik ehsonimizni ham uddalaymiz. Bidon kesaylik qani, taxlan qani. Bo'ldi? Ayla, ol yotib bo'ladi. Shuni shaq qo'lmanga taqing boshini qilib kesing. Bir zapis ketib o'tibdi-da. Zapis to'xtatib